Salom do'stlar, bugun sizlar bilan o'z pizzaxonamni ochaman. Qani ketdik bo'lmasa. Qani tushuntiribdi. Voy, meni qayda borishdi? Men odam taniyman, adashmasa eng yaxshi oshpazmi pizzachi. Ha, menimcha g'alati pizza kamzi qilib o'tgan video 15 tami like qilibdi. Yaqinda ikkinchi qismini olamiz. 10 ta like so'raganim sizlardan. Sizlar 15 ta like qo'ydinglar. Skip bosamiz. Yaqinda ikkinchi qism chiqadi. Nima qilamiz? U tekin ekan. Ma'lummi? Kim eng yaxshi pizzachilar? Olamiz. Ha, bu yerdan pizza tayyorlaymiz. To'g'rimiz. Qilamiz. Nima bu? Endi yondiramiz. $4 sotarganmiz. Qani mana tajriba qilib oling, nima degan ekan. Yil xodimi. Yil xodimi ekan. $4 qani kim pizza oladi? Mana ekan. Tanimayman buni. Men buni taniyman lekin. Otash. Qo'shnimiz bo'ladi. Pizza zo'r. Tug'ma pizzachiman endi. $5 mana voy $1 yetmas ekan. Mabda nima qilamiz? Ha, bu yerda upgrade qilsa kerak. Pizza narxini oshiramiz. Endi xamir olamiz. Qo'yamiz. To'g'rimiz. Mashka menimcha mabda xodim olsa kerak. Ana xamiri to'g'ri ekan. O'yin nomini oxirida aytaman. Hali $4 beryapti endi $7. Pizza narxini oshirdim. Kam emasmi ekan? Bot ekan. Cheese pizza. Menga oz sotsa ko'proq beradi. Ketma. Oz. 1 minut. Hatto xodim olamiz. O turli pizzami? Mana nima? $10 yig'aman deb yozmami? Qilib tashlayman. Mana qaranglar, kiyimim bir xil ekanim bilan. $7. Ana chut pizza degani qani? Mana qarang, lozim ham chatasmasa. Ha, aytdim-ku, ko'proqdan oladi bu deb. $5 qo'shib berdik, $2mi? $10 ga mamnun olamiz. Davay, biznes qilamiz biz. Nima bu? Reklama to'g'radi. Hozir mana 20 ta pizza qilgandan keyin videoni yoqaman. Do'stlar, mana qaranglar, uxlab qolganmi? Tur, men senga oylik to'layman. Mana bekka bosinchi. Ha, tur hozirga. Skevortga bilan urdi-yu. 20 ta pizza qilganda videoni yoqaman. Mana do'stlar, 20 ta pizza ham yeb oldim. Men brendni nomi nima? Pizza. Menga ko'pincha bilisman pizza yoqadi yoki sariq boladan. Ana kimni sotamiz? Isam? Nima deyapti? Mana sotaylik. $185. Mamitga boraymi? Mayli, birinchi marta 5 ta pizzaga nima ochiladi? Chiroyli. Menejer olaymi? Men menejer olaman.
Menejer nima qiladi? Pul topadi. Nima to'ldirgan, nima ishlar. Endi hammasini o'zi qiladi. Lekin mana bular uxlab qolibdi. Mana uxlaganlarni urib turqazsa kerak. Voy, xamir olib kelib turish kerak. Mana upgrade topdi. Menimcha bunaqa hali ikkinchi qismi ham bo'ladi. Chunki qaranglar. Mana teleport degan narsa bor ekan, shu boshqa dunyolarga ham o'tishga harakat qilaman. Ikkinchi qismi 15 tadan keyin bo'ladi. İkinci qismi 15 tadan keyin. Agar mana shu video 20 ta like kelsa, 99 nice kamalam o'ynayman. Uxlashga vaqting yo'q. To'g'ri-da, uxlashga vaqti yo'q. Pulni to'laman deb pulni. Mana uradiganni o'zi ham uxlab qolsa. Upgrade dot. Sala taylab turlaring, men qilib keling. Mana degani. Tushunmayapman. Nima ko'rib pitani narxini ko'taraman-da. Keyin chiqaysiz endi pulim yetmaydi bularga. Mana o'tirib ko'raman qani. Ishlamay qoldi. Men eslatib turibdim mana urganini. Nechta pitsa 10 ta. Voy, xamirni olib kelish kerak bo'larga. Mana birinchi sotib keling, anotdan $100 nimadir bor ekan. O'shani olaman. Kim bor? Ol. Olmagan o'zimga tiqaman. Mana $25 ga nima olargani? Hech qiziqolmayman. Bitmagan 29 minutdan keyin masalar berar ekan. Voy, yaxshi, hammasini avtomatlashtirdik. Hammasini o'zlari qiladi. Mamapda yorlarga qarayman. Kerak emas menga. O'zim kuchayaman. Davay. Mana pulim pasti $200. Bo'lsa yetmaganda 40 ta pizza sotib oling, videoni yoqaman. Do'stlar, mana 50 ta pizza sotdik, pulim ancha ko'payib qoldi. Mapni ochamiz endi 40 taga. Shuraklama tuxuratda. $300 ga. Menimcha bu yerda adashmasam go'shtli pizzani sotardi. Bitta xodim olib qo'yaman. Ko'chaga bir qarab kelingchi. Voy. Menga nima? Birga berardi. O'zi so'yraga yuboramizmi? Qaysi odam o'zi so'yraga pizza yeyishga boradi? Davay, tezroq bo'laring. Qo'zman birga beradi. Mapta. Qolganini kimga sotaman? Ketdim sotib keling. Men faqat mana shu kalla yuribdi mana. Qaranglar, so'chaman. Yonida aram bor. Davay, bu yerda bizni chaqishga ketyaptimi? Mana. Menga hozir mana kerak. Keyin mana ochamiz. Menga azgincha pul ketmas ekan. Endi xamir olib kelib turamiz bularga. Niyat pizza. Qani bitta pizzasini ichib puldan ekan. Yana bitta mashinada kelsam, full qo'lardim bu yana past. Uxlaman, negar. Negilarni uxlashga haqqi yo'q. Oho.
Ha, menejer vashi ko'p pul qilyapti lekin. Men yeysanmi? Yeysan-da. Pizza. Shuncha pizzani qanaqa yeydi? Men buni olaman. Men 3,5 kaga nima? Mayli. Men yana sotamanmi? Da tayyorla. Men kameram olib kelib turish kerak ekanchi. Ikkita pizzasi $90. Undan ko'rmabdi, bir ochsam bo'lmasmidi? Atang. Tur. Amalsa. Ketdim bilan sotib keling. Men xabar tashlab keting kelgunimcha ham. Mayli. Bo'p turadi. Go'shtli pizza sotaman. Turgin! Yana kim qilyapti? Tur, o'xtab. Na. Pizza. O'ziga sayyorlaydigan qanaqa sotsa bo'lar ekan. Eventdan keyin kelar ekan bu. Event qachon? Musor. Nima qilaman musor? O mapda ham yiqilib qopti. Qaysi biring uxlading? Faqat sen uxlayotgansan-da. Voy. Nabki bitta menejer olmasam bo'lmaydi. Go'shtli pizza, cheese pizza. Nima qiladi bu? Ya bu nima? Pulga tuydik. Nahotda hozir bu pul topadimi? Pul topar ekan, yaxshi. Men pizza sollaga. Tayyorla. Ich. Tayyorla. 6-7 pizza yaptığımız. Shunaqa ishda ham uxlab qoladimi? Hozir haqiqiy ishlarda uxlagan, ishdan haydaveradi. Yo'q, oyligini olib qoladi. Uxlayotgan emas. Men haqiqiy temir yo'lni boshini urib qonatardim. Ketdim, mapda pizza to'libdi, mapda ham normalniy. Tur, chumo. Hop. Yaxshi menejer bor emas, urib tursin. Ama kim? Mama ne bir? Hangi farkı? Bu olursa pizza mı olsun? Mamın yine yaxshi urib turadi ya. Do'stlar, mana işte videomuz tugaydi. Agar 15 ta like yig'ilsa ikkinchi qismini vashya g'oz ovoraman. Chao kakao. Agar 20 ta like yig'sa mana shu video 99 nice ukam bilan o'ynaymiz.